aynan Kia K8 larda qiblani ko'rsatish rejimlarigacha mavjud bo'ladi. Bugun sotuvimizda 2025-yilda ofitsialniy diler Kia salonidan xarid qilingan Kia K8 avtomashinamiz polностью full versiyasidan keldi. Avtomashinamizning kraskalari toza, 3.5 atmosferniy motor bilan jihozlangan. Shunaqangi oq rangda, salon interyerlari bejviy svetda. Avtomashinamizga qilingan ishlardan Michelin yangi yumshoq balonlar taqilgan. Tonirovka razresheniyalari mavjud. Salon interyerlariga to'xtaladigan bo'lsak, head-up display, perforatsiya kojinli salon, obduf, obogrev, shuningdek massajlargacha bor. Rul obogrev va ko'plab funksiyalar bilan jihozlangan. Akustikalari topoviy meridian akustikalari bilan jihozlangan. Pamять sideniyalari ham mavjud. Katta panorama lyuk. Orqalari ham представительский klass bo'ladi. Zadniy shtorka, orqa sideniyalarimizda ham obduf, obogrev, orqadan turib multimedialarini ham upravlять qilib ketishlaringiz mumkin. Balon holatlarini aytib o'tdik, juda ham chiroyli. Orqa ko'rinishlari ham Kia'ning eng chiroyli mashinalaridan biri desak adashmagan bo'lamiz. Kia K8 2025-yil xarid qilingan 23 kuzovda. Bilasizlar, kuzov 23 ta to'xtagan. Xo'p, 39.000 kilometr masofa bosib o'tgan, kraskasi toza. Narxi va boshqa ma'lumotlar opsiyada bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun kartimirdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqishlaringiz mumkin.